Assalomu alaykum azizlar, yaxshimisizlar? Avvalo Makka shahriga kelganimizda, Madina shahriga kelganimizda mana bunday hojilar uchun qo'llanma kitobchalar, qo'llanma kitoblar, Qur'on kitoblar turgan joyda hamma tillarni bo'laydi-yu, o'zbek tilidagi qo'llanmalar bo'lmasi shu har doim meni xafa qilardi. Hozir alhamdulillah ana endi O'zbekistonni hojilari uchun ham o'zbek tilida kitoblar nashr etib qo'yilgan. Bemalol kelib, bepul olib foydalansangiz bo'ladi. Masjidul Nabaviyda ham, Masjidul Haramda ham bunday kitoblar qo'yilgan. Bu albatta xursand qiladi. Qolaversa, mana bunday elektron shaklda ham bor. Bemalol kelib o'zbek tilini tanlab, mana shu yerdagi QR kodni skaner qilib olib, bemalol umra haqida, haj haqida, namoz haqida bo'lgan barcha kerakli qo'llanmalarni olishingiz mumkin. Ikki haramda ham, Masjidul Nabaviyda ham, Masjidul Haramda ham shunday elektron kitoblar qo'yilgan. Yana bir xursand qiladigan holat, hattoki tashqaridagi tabloda ham o'zbekcha oyatlarning tafsiri, Qur'on oyatlarining tafsiri yoziladigan bo'lgan. Alhamdulillah, bu ham Allohning bir fazli bizlarga. Shuncha davlatlar ichida O'zbekistonda ham hojilarni qadrlab shunday qulayliklar yaratilyapti.